Muvahhid bo'lib, Allohni yakkalab, Allohdan hayo qilsangiz, gunoh qilmay qo'yasiz. Gunoh qilmay qo'ydingizmi, ishlaringiz tekis bo'ladi, hammasi. Iqtisodingiz ham zo'r bo'ladi, siyosatingiz ham zo'r bo'ladi, oiladagi munosabatlaringiz ham to'g'ri bo'ladi. Hamma muammolarimizning ildizi Allohdan hayo qilmaganligimiz. Tekshirib ko'ringlar. Tekshirib ko'ringlar. O'sha bolamiz betarbiya bo'lib anqatyaptimi? To'yg'izdimi? Demak, qayerdadir biz o'zimiz xato ketganmiz. Yo ota-onamizni biz ham anqatganmiz, yo unga olib kelib berayotgan luqmamizda gumon shubha bo'lgan. Ishonaveringlar, besabab mashina to'xtab qolmaydi-da. Shap o'chib qolmaydi mashina. Demak, ichida bir muammo bor. O'shuning uchun bolalar bilan urushavermanglar. Qanday bola kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga palonchining bolasiga o'xshamaysan demanglar. Yana qaytarib aytamiz, hayotimizda qanaqa muammo bo'lsa, biz Allohdan hayo qilmaganimiz uchun, gunohdan o'zimizni tiymaganimiz uchun bo'layotgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi mavzuni? Allohdan uyaling. Allohdan uyaling.